Assalomu alaykum, hurmatli Biogomus ishqibozlari. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan bitta video lavha qilyapmiz. Vodiliy akamizni YouTube kanallariga maxsus. Mana bioreaktorlar shu Uzunvoyish tagida. Mana shu yerda 5 ta bioreaktorimiz bor. 15-16 metr uzunligi, eni 1,5 metrdan 2 metrgacha, balandligi 20 cm, ichida to'la chuvalchanglari. Bular yangi bioreaktorlar, ichida chuvalchanglari bor. Biogomus ishlashda davom etishyapti. Mana bu tashqaridagi огородimizdagi bioreaktorlar. Mana bu bitta, ikkita va 3 tani ichida to'la chuvalchanglari bor. Ular jadallik bilan ishlayapti. Narigi devor tagidagi ikkita bioreaktor yangi. Ularning go'ngi sveji bo'lganligi uchun yangi go'ng tashladik, hali ichiga chuvalchang tashlamadik. Mana shu molxonamizga 18 tonna biogomuslarimizni rasmli holatda bosuvdik. 0,5 razmerda elangan oliy navlik sifati a'lo darajadagi biogomuslarimizni bosuvdik. Oktyabr-noyabr oyida elab. Mana shugina qoldi. Mana bugun 24-fevral holatida qolgan bo'lsa 500 kilo oliy navlik biogomusimiz qoldi. Holati quruq holatda. Chunki bu 4 oy 5 oydan beri turibdi. Bular 1 yil mobaynida tayyor bo'lgan. O'zi biogomuslar 6 oyda qayta ishlangan holatda, chuvalchanglarimiz biogomuslarni qayta ishlagan holatda 6 oy mobaynida tayyor bo'ladi. Bu yerga bosilgan biogomuslar 1 yil mobaynida qayta ishlab tayyor bo'lgan biogomus edi. Bular mana sotildi. Qolgan bo'lsa shu yerda bir 500 kilo biogomusimiz qoldi. Mana bu yer issiqxona qilib qurilgan vaqtida bu yerdan limonariyamiz bor edi. Limonlardan ko'ra biogomusdan yaxshi daromad ko'rganimiz uchun bu yerdagi limonlarni olib tashlab, faqatgina biogomus yetishtiradigan joy qilib qo'ydik, usti yopiq. Qishda faqat mana shu yerdagi biogomuslarimiz tayyor holatga keltiramiz. Sababi tashqaridagilar qishgacha elab bosamizda, qishdagi sotuvda mana shu yerdan biogomuslarimiz quruq holatda turadi, elab sotaveramiz. Hozir mana bu yoqdagi elanish jarayonlari ketyapti. Mana bu bioreaktorimiz chuvalchanglar zich holatda bu yoqda. Kimga chuvalchang kerak bo'lsa, mana shu bioreaktordan olib beramiz. Mana bu to'plangan biogomuslarimiz elanyapti. Bular ham 1 yil mobaynida tayyor bo'lib, chuvalchanglar yordamida qayta ishlangan biogomuslar. Mana hozir ikki chekkasi kichkina qilib bioreaktorcha qilib qo'yganmiz. Buning ichidagi chuvalchanglar bu go'ngga o'tib turadi. Buni ham chuvalchangda ozor yetkazmasdan yaxshi ko'chirish usuli. Qolgan chuvalchanglar mana shu elayotgan jarayonda ko'chirib olamiz. Ikki xil bu yoqda biogomuslarimiz bor. Mana bu biogomuslarimiz Vichy sort. Sifati a'lo darajadagi biogomuslarimiz. Mayin biogomuslar buni. Mana bu biogomusimiz esa bu ikkinchi sort, bu karavot setka deyilgan. Ikkalasining sifati bir xil, faqat ko'rinishda farqi bor. Dehqonlar mana shundan olsa ham bo'laveradi, effekti bir xil bo'ladi. Gulga, tropik mevalarga, ko'chatlarga, magazinga sotishga bo'lsa, mana bu biogomusdan olsa, o'z oladiganlari bor. Ikki xil sort qilib qo'yganmiz so'raganlar uchun. Bosqichma-bosqich sotuvlari davom etyapti. Mana shu issiqxonani ichida ham elashni boshlaganimizdan beri 5 tonna biogomusimizni sotdik. O'zi elashni boshlaganimizga ham bo'lgan bo'lsa bir 2 hafta bo'ldi. Qolganini mana elab qo'yapmiz. Hozir mana shu 1 tonnadan oshiq karavot setka, qariyb 3 tonnaga yaqin 0,5 razmerda elangan Vichy sort biogomuslarimiz bor, sotuvga tayyor. Qolgani ham bosqichma-bosqich elanyapti. Xudo xolasa bu yoqdan 25 tonna biogomus olamiz dedik. Mana nasib qilsa 25 tonna biogomusni elab, xudo xolasa egalariga topshiramiz. Mana 0,5 mm setkani ko'zi.
Mana shunday holatda va ichidan mana shunday begomuslar o'tadi. Bundan elangan begomuslar. Vishli sort begomus hisoblanadi. Bir xilgilar 0.8 lik setkalarda 0.5 deb ko'rsatadi. Bu 0.5 mm. Ko'pchilik 5 lik setka, 4 lik setkada elayapmiz deyapti. Ular santimetrda hisoblayapti ekan. Bu 0.5 mm lik oliy navli begomus elanadigan setka. Bu begomuslarimiz mana karavotda o'tgan begomuslar. Bu yerda hozir chuvalchanglarni zichligi ko'rsatilyapti. Chuvalchanglar hammasi zich holatda. Kim olsa ham zich begom chuvalchanglarni xarid qiladi. Begomuslarimizni Vishli sort 2000 so'm yetkazib berish xizmati Surxondaryo bo'yicha bepul. Uydan olib kelsalaringiz 1800 so'mdan xarid qilasizlar. Ikkinchi sort begomuslarimiz karavot setkada elangan. U 1,5 so'm. Chuvalchanglarimiz 4 ta banan korobkasi bizda 1 kvadrat hisoblanadi. Narxi 1 million so'm yetkazib berish uni ham Surxondaryo bo'yicha bepul. Hamma joyda, ko'p joylarda 2 ta, 3 ta banan korobka, bizda 4 ta banan korobka. Xohlasalaring o'zlaring kelib ustida turasizlar, zich holatda qilib beramiz. Xohlasalaring olib borganda ko'rasizlar, chuvalchanglar zich holatda boradi. Ishimiz sifatli, mahsulotga javob beramiz. Manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi, ya'ni Surxondaryo viloyati. Nomerlarimiz 97 lik 244 44 06. Shu Vodiliy akamiz o'zi ham kanallarga joylashtirganda o'zlarining ham telefon raqamlarini qo'yadilar. Murojaat qila olasiz. Sog' salomat bo'ling. Kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.